Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan harakatlantiruvchi bosh miya nervlarini o'rganamiz. Demak, biz o'tgan darsda kiritgandik, harakatlantiruvchi bosh miya nervlariga 3-chi, 4-chi, 6-chi, 11-chi hamda 12-chi bosh miya nervlari bular sof harakatlantiruvchi nervlar hisoblanadi. Biz sizlar bilan harakat o'tkazuv yo'llarini o'tganimizda ular ikki neyronli ekanligini gaplashgan edik. Xo'p, va kortikonuklear yo'llarda bosh miya nervlari yadrolarga boruvchi yo'llar haqida gaplashgan edik. Demak, bu bosh miya nervlarining yo'llari ham ikki neyronli va ularning birinchi neyroni po'stloqdan bosh miya nervlarining o'zaklarigacha boruvchi neyron hisoblanadi. Ya'ni asosiy birinchi neyron hisoblanadi. Va periferik neyronlarni bugungi darsimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Periferiyada joylashgan neyronlarni. Xo'p, demak, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Hamma bosh miya nervlarining yadrolarini biz ko'rib chiqqandik. Faqatgina birinchi, ikkinchi bosh miya nervlarining bosh miyada hech qanaqangi yadrosi yo'q. Ularning o'tkazuv yo'llarini biz o'tgan darsda sizlar bilan ko'rib chiqdik. Demak, bugungi darsimizda boshlaymiz 3-chi nerv, nervus oculomotorius, ya'ni ko'zni harakatlantiruvchi nerv. Bu nervning yadrosi joylashadi o'rta miyada. Esingizda bo'lsa, o'rta miyada 3-chi hamda 4-chi nervlarning yadrolari joylashgan edi. Demak, o'rta miyaning oldingi qismidagi, demak, miya oyoqchalari, orqa qismidagi 4 tepalikni chizdim. Bu sagital kesma. Ko'prik, uzunchoq miya hamda miyachani chizsa yaxshiroq aniq bo'ladi. Xo'p, va o'rta miyaning o'rtasidan silviy suv yo'li o'tgan edi, 4-qorincha. Demak, 3-chi juft nervning yadrosi silviy suv yo'lining tubida yuqorgi tepalik sohasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni yuqorgi tepalik sohasi silviy suv yo'lining atrofidagi, demak, substantia gracile centralisda 3-chi juft bosh miya nervining yadrosi joylashgan. Demak, bu bosh miya nervining yadrosi 3 xil yadrosi mavjud. Demak, ikkita juft yirik somatik yadrosi mavjud. Bu o'sha mushaklarni innervatsiya qiladi, ya'ni ixtiyoriy harakatni ta'minlaydi va ikkita juft kichik parasimpatik yadrosi mavjud. Bu bizda, demak, qorachiq kengayib torayishini, ya'ni qorachiq atrofidagi mushaklarni innervatsiya qiladi, avtonom yadrosi, va bitta toq o'rta perliya yadrosi mavjud. Bu bizda konvergensiya jarayonini nazorat qilib turadi. Endi esa bu yadrolar 5 ta yadro, demak, shu joyda joylashgan ekan va bu yadrodan nervlar, demak, miya ustunining oldingi yuzasidan o'rta miyada miya oyoqchalarining orasidagi fossa interpedicularidan chiqib kelar edi. O'zining sulqusi bor edi, esingizda bo'lsa. Demak, oldingi yuzasidan fossa interpedicularidan 3-chi juft bosh miya nervi miyadan chiqib ketdi. Endi esa u miyadan chiqqandan so'ng kalla suyagidan ham chiqishi kerak. Kalla suyagidan chiqish teshigi bu bizda fissura orbitalis superior edi. Esingizda bo'lsa, demak, fissura orbitalis superior orqali kalla suyagidan ko'z kosasining ichiga kirib olar edi. Demak, bu 3-chi juft nervi mana shu yadrolardan chiqqan tolalar. Demak, kalla suyagidan fissura orbitalis superior orqali ko'z kosasiga kirib, bu nerv ikkita tarmoqqa ajraladi. Ikkita ildiz desak ham bo'ladi, radix superior hamda radix inferior tarmoqlarga ajraladi. Demak, radix superior yoki superior tarmoqlari, ya'ni yuqorgi tarmoqlarida somatik o'zakdan kelgan tolalar mavjud. Bu somatik o'zakni o'zini ham bir qancha subnukleuslari mavjud, ya'ni kichik o'zakchalardan tashkil topgan yirik o'zak hisoblanadi va har bir o'zak o'ziga tegishli bo'lgan mushakni innervatsiya qiladi. Demak, somatik o'zakdan kelgan tolalardan ikkitasi yuqorgi tarmoq tarkibida ketadi, ya'ni ular ikkita mushakni innervatsiya qiladi. Musculus levator palpebrini, ya'ni qovoqlarni ko'taruvchi mushakni hamda musculus rectus superiorni innervatsiya qiladi. Musculus rectus superior bizda ko'z olmasini yuqoriga harakatini ta'minlab beradi, ya'ni yuqoriga qarashni ta'minlab beradi. Xo'p, endi pastki tarmoq tarkibida esa demak, bizda 3 ta mushakni innervatsiyalovchi somatik o'zakdan kelgan tolalar mavjud. Ya'ni ular musculus rectus medialis, musculus rectus inferior. Musculus rectus medialis, demak, mana bu
musculus rectus medialis demak medial tomonga, burun tomonga qarashni ta'minlaydi. Har bir ko'zda musculus rectus inferior esa ko'zni pastga qarashini ta'minlaydi, ya'ni bizni pastga qarashimizni ta'minlab beradi. Va shu bilan birgalikda musculus obliquus inferiorni innervatsiya qiladi. Musculus obliquus inferior pastki qiyshiq mushak bu ko'z olmasini yuqoriga va tashqariga harakatini ta'minlab beradi. Va shu bilan birgalikda pastki tarmoq tarkibida bizda parasimpatik tolalardan, avtonom o'zakdan, ya'ni Edengal-Westphal o'zagi deyiladi buni. Demak, shu o'zakdan kelgan tolalar mavjud. Ular kipriksimon tugunga o'zini tarmoqlarini berib, kipriksimon tugun bilan tutashadi va ko'z qorachig'i atrofidagi qorachiqni toraytiruvchi mushakni, musculus sphincter pupillini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Shu bilan birgalikda yana bitta perla o'zak haqida gaplashgandik. Perla o'zagini vazifasi bu konvergensiya jarayoni dedim. Uchinchi juft bosh miya nervi, hozir aytib o'tdik, ko'zni medial tomonga harakatini ham ta'minlab beradi, ya'ni burun tomonga harakatini. Bu o'zakdan kelgan tolalar ikkita ko'zni bir-biriga harakatini muvofiqlashtirib beradi. Masalan, burunni uchiga qarayotgan paytda ikkita ko'z olmasini bir-biriga qarab harakatlanishini, ya'ni ko'zni yaqinlashtirish konvergensiya jarayoni deyiladi bu. Shu holatni demak assotsiatsiya qilib beradi ikkita ko'zda. Xo'p, demak, shu o'zaklardan kelgan tolalar haqida gaplashdik. Endi sizlar bilan jamlashtirib olsak, demak, nucleus accumbens ko'zda nima ishlar qiladi? Ko'zda u qovoqlarni demak ko'taradi, levator palpebra yordamida ko'z olmasini yuqoriga, pastga harakatini, medialga harakatini ta'minlaydi va konvergensiya jarayonini ta'minlaydi. Bundan tashqari pastki qiyshiq mushak yordamida ko'z olmasini tashqariga va yuqoriga harakatini ta'minlab beradi. Va parasimpatik yadrosi demak yorug'likka reaksiyani bizning ixtiyorimizga bog'liq bo'lmagan holda ta'minlab, qorachiqni toraytiradi yoki kengaytirish vazifasini bajaradi. Shunga qarab klinikasi namoyon bo'ladi agarda bu nerv zararlansa. Xo'p, demak, men bu rasmda o'sha 3-nerv zararlanishini ko'rsatib o'tganman, eslaringizda qolishi uchun. Demak, 3-nerv zararlansa, bemorning ahvoli birinchi navbatda ko'pincha periferik zararlanishlar bir tomonlama bo'ladi. Bitta ko'zda ptoz kuzatiladi. Ptoz degani bu qovoqlarning tushishi. Demak, bitta ko'zda ptoz kuzatilishi 3-nerv zararlanishiga shubha tug'diradi va ko'zni ochib qaragan paytda ko'zda lateral tomonga g'ilaylik kuzatiladi. Chunki 3-nerv ko'z olmasini yuqoriga, pastga, medialga harakatini ta'minlardi, lateralga harakatini emas. Shuning uchun ham lateral to'g'ri mushak ko'z olmasini tortib ketadi va ko'z olmasi lateralga qarab qoladi. Ko'zni ko'targan paytda, qovoqlarni ko'targan paytda ko'z olmasi lateralga qarab qolgan va parasimpatik yadrosi musculus sphincter pupilli ishlamaganligi uchun demak qorachiq kengayib ketgan bo'ladi o'sha zararlangan tomonda. Bu 3-nervning zararlanish belgisi hisoblanadi. Xo'p, endi va shu bilan birgalikda diplopiya kuzatiladi. Diplopiya bu ikkita ko'rish degani. Ikkita manzara bir-biriga muvofiq tushmaganligi uchun bemorda ikkita ko'rish hodisasi kuzatiladi. Demak, bu bizda 3-nervimiz edi. Xo'p, keyingi nervimiz bu nervus trachearis hisoblanadi. G'altak nervi. Nervus trachearis demak 3-nerv singari o'rta miyada joylashadi va faqatgina farqi o'rta miyada silvius yo'lining tubida pastki tepalik sohasida joylashadi. Demak, pastki tepalik sohasida 4-nerv, yuqorgi tepalik sohasida 3-nerv joylashadi. 4-nervning boshqa nervlardan farqi biz sizlar bilan o'tgan edik. Bu miya ustunining oldingi yuzasidan emas, balki orqa yuzasidan chiqib aylanib kelar edi. Demak, 4-nerv yadrodan chiqqandan so'ng periferik nervlari demak miya o'rta miyadagi pastki tepalikni ostidan chiqadida aylanib lateral tomondan demak lateral tomonda miya oyoqchalarini lateral tomonda aylanib miya ustunining oldingi yuzasiga chiqib keladi va u ham fissura orbitalis superior yordamida ko'z yuqoriga ko'z yorug'i yordamida ko'z kosasining ichiga kiradi va u faqatgina bitta mushakni yuqoriga demak
qiyshiq mushakni innervatsiya qiladi. Musculus obliquus superiorni innervatsiya qiladi. Musculus obliquus superior bizda ko'z olmasini tashqariga va pastga harakatini ta'minlaydi. Pastga tashqariga harakatini ta'minlab beradi. Shu uchun ham demak bizda bu nerv zararlansa, ko'z olmasi mana bu yerda ko'rsatilgan ichkariga va yuqoriga qarab qoladi. Pastga va tashqariga harakatni ta'minlardi. U nerv zararlansa, ko'z olmasi ichkariga va yuqoriga qarab qoladi va bemorda yengil g'ilaylik kuzatiladi, chunki normal holatda bittasi yuqoriga qarab qolgan va diplopiya kuzatiladi. Tasvir ikkita joydan tushayotganligi uchun hamda demak bemorda diplopiya qachon kuchayadi va g'ilaylik qachon kuchayadi? Bemorni pastga qaraganda bosh aylanishlari kuzatiladi, ya'ni pastga qarab zinadan tushib yurish qiyinlashadi, chunki ko'z olmasini pastga harakati qiyin bo'lganligi uchun, bitta ko'z yuqorida qolib ketganligi uchun bemor pastga qarashga qiynaladi. Demak, bu 4-nerv tuzilishi edi va zararlanishi. Xo'p, keyingi nervimiz bu harakatlantiruvchi nervlardan nervus abducens, uzoqlashtiruvchi nerv. Nervus abducensni o'zagi bizda esingizda bo'lsa, demak, ko'prikda joylashgandi. Ko'prikning orqa yuzasida joylashgan edi. Nervus abducens o'zagi fossa rhomboidiyada joylashgandi va bu o'zakdan tolalar bizda ko'prik hamda uzunchoq miya piramidalari orasidan chiqib kelar edi. Miyadan chiqish joyi va kalla suyagidan chiqish joyi bu ham xuddi U3-4 singari fissura orbitalis superior yordamida ko'z kosasining ichiga chiqib kelardi kalla suyagidan va bu ham faqatgina bitta mushakni innervatsiya qiladi. Bu mushak musculus rectus lateralis, ya'ni ko'zning lateral tomonga qarashini ta'minlab beradigan mushak har bitta ko'zda. Demak, yon lateral mushakni va mana bunaqa holatni ta'minlab beradi har bitta ko'zda, ya'ni lateralga qarashimizni. Xo'p, bu nerv zararlansa, o'z-o'zidan simptomatika kelib chiqadi. Ko'z olmasi, demak, medial tomonga qarab qoladi. Medial yaqinlashtiruvchi g'ilaylik yuzaga keladi. Xo'p, keyingi nervimiz mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, bitta ko'z normal holatda, ikkinchi ko'z esa medialga qaragan holatda joylashadi. Bu, demak, 6-nervning zararlanishi edi. Xo'p, keyingi nervimiz bu nervus accessorius, ya'ni qo'shimcha nerv hisoblanadi. Nervus accessoriusning demak yadrolari bizada joylashgan edi. Demak, uzunchoq miyada joylashgan edi, esingizda bo'lsa, uzunchoq miyada va uning yadrolari yana orqa miyagacha ham cho'ziladi. Orqa miyani 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi segmentlarigacha boradi va bu tarmoqlardan chiqish joyi esa esingizda bo'lsa, biz aytgan edik, demak, uzunchoq miyaning olivasining orqasidagi egatdan, sulcus retroolivarisdan yoki sulcus posterolaterales egatidan chiqib kelar edi 9, 10, 11 birgalikda. Demak, buning chiqish joyi sulcus retroolivarisdan chiqadi va bunda ikki xil ildizlar mavjud. Bularda demak, orqa miyadan chiqqan ildizlar, demak, radix spinalislar deyiladi va bu radix spinalisdan chiqqan ildizlar foramen magnum orqali kalla suyagining ichiga kiradi va medulla oblongatadan chiqqan ildizlar bilan radix cranialisdan, ya'ni kalladan chiqqan ildizlar bilan qo'shilib nervus accessoriusni hosil qiladi va bu nervus accessorius o'zi yana ikkita tarmoq beradi. Demak, interna hamda eksterna tarmoqlarni beradi. Eksterna tarmog'i o'zini, demak, eksterna tarmog'i foramen jugularis teshigi orqali demak, kalla suyagidan tashqariga chiqadi va ikkita mushakni borib innervatsiya qiladi. Musculus demak, sternocleidomastoideusni hamda musculus trapezoidiumni innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Demak, interna, ya'ni ichki tarmoqlari esa, ramus internalari esa bu demak, nervus vagusga qo'shilib ichki organlar faoliyatini innervatsiya qilishda yordam beradi. Demak, bu bizda nervus accessorius qo'shimcha nerv edi. Keyingi nervimiz esa va oxirgi harakatlantiruvchi nervimiz bu nervus hipoglossus, ya'ni til osti nervi hisoblanadi. Bu nervning yadrosi uzunchoq miyani orqa yuzasida joylashadi. Uzunchoq miya orqa yuzasida bizda fossa rhomboidiya mavjud edi. Fossa rhomboidiyada o'zining uchburchagi bor, trigonum nervus hipoglossi. Aynan o'sha uchburchakda yadrosi joylashadi va demak,
o'sha yadrolardan chiqqan tolalar, demak, miyadan chiqib ketish joyi uzunchoq miyaning piramidalari hamda alevasi bor edi periferiyada. Piramidasi va alevasini orasidan chiqib kelardi, ya'ni sulcus anterolateralisdan. Demak, sulcus anterolateralisdan chiqib, kalla suyagidan chiqish joyi esa o'zini nomidagi kanal edi. Canalis gipoglossi degan kanaldan kalla suyagidan chiqib ketardi va u kalla suyakdan chiqib bizda tilga boradi va tilning mushaklarini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Eslab olamiz, tilda umumiy hamda xususiy mushaklar bordi. Tilning o'zining xususiy mushaklari 4 ta edi. Musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus hamda verticalis mushaklari bor edi va tilning xususiy umumiy mushaklari bor edi, ya'ni tilni boshqa tuzilmalar bilan bog'laydigan mushaklar. Ularga musculus stenoglossus, musculus hyoglossus, musculus demak genioglossus hamda musculus palatoglossus mushaklari kirar edi. Shulardan nervus gipoglossus uning 4 ta xususiy mushagini va umumiy mushaklardan palatoglossusdan tashqari boshqa mushaklarni innervatsiya qiladi. Qolgan 3 ta mushagini. Palatoglossusni esa nervus vagus innervatsiya qiladi. Xo'p, demak, xuddi shu til mushaklarini innervatsiya qilar ekan. Bundan tashqari, nervus gipoglossusning yana bitta tarmog'i mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, radix superior bo'lib kelib, bo'yin chigaldan chiquvchi radix inferior bilan qo'shilib ansa cervicalis profundani hosil qiladi. Biz sizlar bilan buni bo'yin chigal mavzusida o'tgan edik. Va ansa cervicalis profunda tilos suyagidan ostida joylashgan mushaklarni, ya'ni musculus sternohyoideus, musculus sternothyroideus, musculus omohyoideus va musculus thyrohyoideus mushaklarni innervatsiya qiladi. Nervus gipoglossus zararlanganda shunga xos bo'lgan, demak, simptomatika kelib chiqadi. Ya'ni periferik zararlanishi deganda bu nerv kelib o'zi tomondagi mushakni innervatsiya qiladi. Chunki undan oldingi birinchi neyron bizada kesishib olgan edi. Bosh miyada po'stloqdan shu yadrogacha bo'lgan sohada kesishib olgan edi. Yadrodan tilga borayotgan paytda qaysi tomondan kelsa tilni o'sha tomonni innervatsiya qiladi. Shunga xos bo'lgan simptomatika kelib chiqadi agar periferik qismi, yadrodan keyingi qismi zararlansa. Ya'ni tilning aynan o'sha qaysi tomon zararlansa, tilning aynan o'sha tomonda ozish kuzatiladi, ya'ni atrofiya kuzatiladi, fasikulatsiyalar bo'ladi va til o'sha zararlangan tomonga qarab qoladi. Chunki tilda nimaga mana bu tomon mushagi tortib ketmayapti degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki tilda musculus genioglossus mushagi tilni oldinga va qarama-qarshi tomonga bukishga xizmat qiladi. O'sha tomondagi musculus genioglossus mushagi shikastlansa, narigi tomondagi musculus genioglossus tilni qarama-qarshi tomonga burib qo'yadi. Shu uchun ham zararlangan tomonga tilni qayrilishi kuzatiladi. Demak, bu bizda nervus gipoglossus hamda uning zararlanish belgilari edi. Keyingi video darslarimizda sizlar bilan aralash nervlar anatomiyasi bilan tanishamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.